Ko'pchilikda tushuncha bor. Bu doktorga borsam qimmat dori yozadi deydi, bunisiga borsam arzonroq dori yozadi deydi. Ikki xil dori yozishi va retseptni narxini, tannarxini solishtirsa, qaysidir vrachda arzongina, qaysidir vrachda qimmat. Natija beradimi, yo'qmi, boshqami? O'ylamasdan firmaning dorilarini ishlaydigan 10 ta dori yozsa, 10 tadan 8 tasi firmanikiligi. Muzaffar aka, qana ajratsak bo'ladi shunaqa doktorlar? Ular bilan qattiq kurash bo'lmayapti. Ko'zimiz oldida nechta doktorlarni ushlab, burnini yerga ishqalanyapti. Doktor menda deydi, bunaqa holat bo'lyapti, men internetdan ko'rdim deydi. Menda bunaqa diagnoz emas. Ha, ba'zi bir bemorlar keladi, bizdan ko'p narsani biladi. Kuniga nechta operatsiya o'tkazishlar o'zi? 20 ta, 25 tadan boshlab 30-35 ta shunaqa. Biz ham narximizni balandroq qilish tarafdorimiz. Arzonga operatsiya qilib, chunki juda qimmatga bilim olamiz-da. Markaziy Osiyoda ancha baland O'zbekiston. Nechinchi o'rinda misol uchun? Birinchi o'rin desak ham bo'ladi. Bugungi podkastimizni ikki qismga bo'lsak bo'ladi. Birinchi qismida tibbiyot sohasidagi umumiy plyus va minus taraflari haqida gaplashamiz. Ikkinchi qismda esa plastik xirurgiya va lor sohasi haqida. Assalomu alaykum, Muzaffar aka, Akmal aka, xush kelibsizlar. Bugun ko'pchilikni og'riqli mavzusi bo'lgan, ayniqsa bemorlarning og'riqli mavzusi bo'lgan mavzu haqida gaplashsak, ya'ni doktorlar firma bilan ishlab biznes qiladimi? Doktorlar mashinikmi? Tibbiyot biznesga aylanib ketdimi? Qimmat dori bilan arzon dorining qanaqa farqi bor? Aynan mana shu mavzular haqida gaplashsak. Xo'p, birinchi shundan boshlaylik. Ko'pchilikda tushuncha bor. Bu doktorga borsam qimmat dori yozadi deydi, bunisiga borsam arzonroq dori yozadi deydi. O'zi qimmat dori bilan arzon dorining qanaqadir farqi bormi yoki o'sha doktorlarning firma bilan ishlashi bilan bog'liqmi bu narsa? Muzaffar aka, bu mavzu o'zi juda chuqur mavzu hisoblanadi. Har tomonlama olish kerak-da. Bir tomonlama qarasangiz noto'g'ri bo'ladi. Har tomonlama degani dorilarni o'sha narxida tarkibi bitta bo'ladi. O'sha yozib turgan dorini narxida farqi bo'lishi sifatiga ham bog'liq, tomoni ham bor. Lekin shu bizni tibbiyotimizda hozirda dolzarb bo'lgan og'riqlik nuqtasi deyiladi. Ba'zi bir o'sha qo'shtirnoq ostidagi shifokorlarda shu firmalar bilan ishlashi, bularda ham ta'siri bo'ladi. Misol o'sha dorini qaysidir firmalar bilan ishlamasdan turib aptekaga kirib kelsa, u dorini narxi sezilarli darajada arzon kirib kelishi mumkin. Qaysidir firma orqali bonuslar, reklamalar, kimgadir nimadir ajratishi hisobiga kirib kelsa, u tabiiyki narxiga ta'siri bo'ladi, qimmatroq bo'ladi. Shunaqangi. Har tomonlama qarash kerak. Dorini ikki xil vrachga borsa, ikki xil dori yozishi va retseptni narxini, tannarxini solishtirsa, qaysidir vrachda arzongina, qaysidir vrachda qimmat bo'lishiga shuna har tomonlama yondashish kerak deb o'ylayman. aynan sog'liq taraflama yondashaylik. Misol uchun qimmat dori ko'proq yaxshiroq ta'sir qiladimi arzondan ko'ra yoki farqi yo'qmi? Yoki o'sha tepada aytib o'tgan sabablaringiz bormi? Preparatlarda har xil turi bor. Qaysi bir preparatni misol 100 so'mligi organizmga foydasi yo'q. Aynan shu tarkibga ega bo'lgan qaysi bir firma, boshqa Yevropami yoki o'zimizning mahalliy dori ishlab chiqaruvchilarmi, lekin qimmatroq ishlab chiqarilgan. Haqiqatda u dorini ishlab chiqarishga 100 so'm realni o'ylab qarasangiz yetmaydi-da uni. Sifatsiz dori. Demak, sifatida ham gap bor. Bilinadi, narxni sifati ham belgilaydi. O'sha qimmatroq bo'lgan preparatni bir marta qilinsa, o'sha effekt olinadi tibbiyotda. Ba'zi bir dorilar. Siz hali nazarda tutganingiz qaysidir misol mana parasetamolni oddiyini ichsa ham isitma, tana harorati tushadi, yaxshi tushadi. Uni tarkibiga nimadir qo'shib turib, 100 so'mlik parasetamolni 10 ming so'm qilib chiqarib olib kelib bemorlarga beriladi.
qaysi biridir isitmani tushiradi, effekt beradi, qaysi biridir effekt bermaydi. To'g'ri aytyapsiz. U tomonlama olinsa ham shunaqangi. Boya ham gaplashdik. O'sha bitta tanishim farzandini olib borgan doktorga, taxminan 5-6 millionlik dori yozib bergan. O'sha analizga qarab 2-3 oy davolangan. U dorilar bilan foyda olmagan. Boshqa doktorga borgan, xuddi o'sha analizni ko'tarib yana u o'sha 100 ming, 200 ming atrofida dori yozib bergan. O'sha dori bilan 2-3 oyda sal sezilarli o'zgarish bo'lgan, tuzalishni boshlagan. Ya'ni o'sha 5-6 millionlik dori yozgan doktor noto'g'ri yozganmi bu yerda? Siz bergan savolingizda 5 millionlik dori yozishgan, unda yaxshi bo'lmadi, keyin 100 ming so'mlik dori yozdi, shu bilan yaxshi bo'ldi. Bu kasallikning bosqichlari bor, vaqti bor. Qaysidir kasallik 1 oyda yaxshi bo'ladi. 5 millionlik dori yozgan paytida u 15-kungacha borgan. 15-kundan keyin 100 ming so'mlik dorini yozyapti-da, natija ko'ryapti. Buni ham har tomonlama qarash kerak. Hali qimmat dori yozgan shifokorni ham hali ayblamaslik kerak. Chetdan ko'rgan odam pul ishlayapti, nafsini yo'lda harakat qilyapti degan fikr bo'ladi-da baribir. Yo'q. Siz endi ichkaridan turib aytyapsiz. U vrachlarning ichida bor. Doktorimiz aytishdi hali sholi ko'rmaksiz bo'lmaydi deb. Bor emas, hozirgi paytda ko'payib qoldi. Ba'zi bir sabablar bilan shunaqa vrachlar ham ko'payib qoldi. Shu uni natija beradimi, yo'qmi, boshqami, o'ylamasdan shu firmaning dorilari bilan ishlaydigan, misol 10 ta dori yozsa, 10 tadan 8 tasi firmanikiligi. Biz o'zimiz ham misol pediatr emasmiz, pediatrga olib borsak, o'zimizga ham shunaqangi yozib beradi. Keyin o'zi uyimizga kelib olib, biz dorini tushunganimiz kun shifokorligimiz uchun ajratib, sortirovka qilib, tartibga solib, to'g'rirog'ini qo'llaymiz. Muzaffar aka, qana ajratsak bo'ladi shunaqa doktorlarni? Shu ko'rmaklarni qana ajratsak bo'ladi? Xo'p, endi hozirgi kunda Endi bitta odamning sog'lig'i haqida gap ketyapti-da. Shu mavzuni gapiradigan bo'lsak, men o'ylaymanki, oldingiga nisbatan sal men fikrimda endi bu. Ayrim sohalarda kamaygan deb o'ylayman. Masalan, sababi misol men xirurgligim uchun o'zim shu sohani bog'layman-da endi hozir. Chunki xirurgiya sohasi oldinga yurgani sayin misol yaxshi pul topishni boshlaydi doktor, vrach, masalan. Undan tashqari keyin o'sha ko'proq nima deydi? Firmalar bilan, masalan, dori-darmonlar bilan, bonuslar bilan ishlashdan voz kechish mumkin, masalan. Rivojlangan sari, o'zini ustida ishlagan sari, misol, aytib o'tdingiz hali, misol o'ziga pul sarflagan sari o'sha ko'proq pul topgandan keyin o'sha firma dorilar bilan, boshqalar bilan, bonuslar bilan ishlashni kamaytiradi. Hozirgi kunda endi men misol o'zimiz sohamdan kelib chiqadigan bo'lsak, bizning sohada kamroq deb o'ylayman. Endi bo'lishi mumkin, to'g'ri. Lekin juda u darajada ko'p emas hozir. Hozir kamayyapti. Dorilar bilan ishlagan doktorlar kamayyapti. Sababi shu davlatimiz olib boryapti turgan siyosat bilan. Ular bilan qattiq kurash bo'lyapti. Ko'zimiz oldida nechta doktorlarni ushlab, chora ko'rib, jazolab, jarimalar qo'llab, qo'pol qilib gapirganda burnini yerga ishqalanyapti. Uni ko'rgan doktorlar o'sha bu yo'ldan voz kechib, o'sha to'g'ri dorilar, to'g'ri lecheniya, keyin yana mana hozir sharoitlardan foydalanib doktorlar shu chet davlatlarga chiqib malakalarimizni oshirib kelyapmiz. Qilgan choralarimiz, operatsiyalarimiz, davo taktikalarimiz o'zgargani, sifatimiz oshgani, bemorlarimizni soni ko'paygani, ya'ni bizning narximiz oshgani bilib turib, u doktorlar ham shu yo'lga o'tishni boshlayapti. Men ham borib o'qib kelay, nimadir o'rganay, yo yoningizga borib nimadir o'rganay, men ham shu yo'lga o'tay deb o'sha dorilar, firmalarda dorilarni yozish, ya'ni o'sha qimmatroq dori yozib, ko'proq pul topishni o'ylaydigan doktorlar kamayyapti. Shunaqa. Shular bilan kurash, to'g'ri kurash olib borilyapti. O'ziga bog'liq, masalan.
Vijdoniga bog'liq. Ha, endi vijdon alohida bitta mavzu qilsak, misol doktor, vrach o'ziga yaxshi pul tikib, chetda chiqib, misol malaka oshirib, yo davlat tomonidan ajratilgan mana bu tanlovlarda ishtirok etib, agar chetga chiqib o'zini ustida ishlasa, uni kasallar o'zi oqtarib keladida. U yaxshi pul topishni boshlaydi, to'g'risini aytish kerak. Asosan baribir o'sha pulga borib taqaladida hamma narsa. Yaxshi pul topgandan keyin u unaqa firma nimalarga qarab o'tirmaydi. Kasallar bilan ustida ishlashni boshlaydi. Topgan pulini o'ziga sarflaydi, tikadi, misol rivojlanadi, oldinga yurish bo'ladi. Shu orqali keyin unaqangi nimalar kamayishni boshlaydi. Endi masalan o'sha aytganimizdek, har xil endi ko'p emas, lekin arada bo'lishi mumkin. Dangasaroq bo'lishi mumkin, o'qimasligi mumkin, ishlamasligi mumkin ustida, arzonroq, osonroq yo'liga o'tishi mumkin. O'shanaqa yo'lni tanlasa, unda shunaqa bo'lishi mumkin. Siz aytgandek, masalan, misol bemor kelsa, o'sha bu aytdingiz hali endi, munchalik dori yozib beribdi, bu dorilar effekti yo'q. Endi o'sha bo'lishi mumkin, o'sha vrach balki firma dorisini yozib bergandir, qanaqadir manfaati bo'lishi mumkin. Shuni o'ylagan holda yozgan bo'lishi mumkin, masalan, endi biz buni bilmaymiz, lekin o'sha bemor shu dorilar olmasdan boshqa vrachga, malakaliroq vrachga borgan bo'lsa, u vrach keyin o'sha o'zini nimasidan kelib chiqib, tajribasidan kelib chiqib, o'sha arzonroq dorilar bilan davolab olgan bo'lishi mumkin. O'sha vrachni malakasida deb o'ylayman shu narsani, masalan. Rostdan ham 3 xil yoki 4 xil doktorga borsak, 4 xil retsept olamizda. 3 xil 4 xil dori yozib beradi. Buni ham qanaqadir nafs bilan, vijdon bilan bog'lasak bo'ladimi yoki boshqa sabablari ham bormi? Nafs bilan, vijdon bilan bog'lasa ham bo'ladi. Boshqa sabablari endi tajribasida. To'g'ri, shu sifatiga bog'liq. O'sha dorilarda arzonlari qanaqa natijaga ega, ularni ishlatib ko'rgan bo'lish kerak. U tajribasi yuqori shifokorlar ishlatib ko'rgan bo'ladi. Osonroq, arzonroq dorilardan foydalanib natijaga, yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Shuni bilmasligidan ham bo'ladi. Boshqa doktorlardan ham eshitganman. Boya shu ta'lim tizimida gapirdingiz-ku. Misol uchun Toshkentda o'qigan, Andijonda o'qigan doktor sal boshqacharoq taktika qiladi deb. Albatta, to'g'ri. Qaysi maktabda o'qib chiqqan bo'lsa, shu maktabda yo'lidan ketadi-da. Keyin shunaqa endi vrachlar ham bir bandada aldanuvchi hisoblanadi. Hali primanka qopqonga tushadi hamma odam. Kimdir kelib aldab, baqayuning zo'r narsa bor desa, uchadi-da. Endi doktorning yoniga kelib 4 ta firmadan, 4 xil firmadan 4 kun har xil firmadan kelsa-da, bittasi kelib, "Mana uni yozsangiz 100 so'm beraman" desa, bittasi kelib 5000 so'm beraman desa, bittasi kelib turib 1 million beraman desa, 1 million beramanda keyingi yilga sizni Turkiyalarga olib borib, Dubaylarda aylantirib kelamiz desa, kimga yoqmaydi? 10 ta doktorning yoniga kelsa, 10 tadan hechmasa bittasi baribir shu qopqonga tushib qoladi-da endi. Insonda endi. Shunaqa qiziqib qoladi, boshqa bo'ladi. Endi firmalarda dorilarni o'rtaga tashlasangiz, misol bizga ham keladi, ko'ramiz shu firmachilar. Qaysidir umuman firmalarga taalluqli bo'lmagan dori aptekada 10,000 so'm tursa, lekin hali firmachi kelib bizni dorimizni yozing, mana tarkibi bunaqa kasalliklarga ta'siri bor, buncha kasallikka foydalanganimizda hali statistikasini aytadi-da, haligini dorisi 5,000 so'm bo'ladi. U firmani dorilarini arzonlari ham bor, u tomoni ham bor. Endi yana bitta misol o'sha firma haqida gapiradigan bo'lsak narsa bor. Shunaqangi firmalar ham borki, dori firmalarda endi analogi yo'q-da ularda. Dorisi sifati juda yaxshi, effektli bo'ladi. Majbur o'sha dorilarni yozishga majbur bo'lasiz, chunki undan boshqa dori yo'q uning firmasida. Narx jihatdan u darajada qimmat bo'lmasligi mumkin, lekin sifat jihatdan ancha yaxshi bo'ladi. U tomonga masalan oladigan bo'lsangiz, o'sha dorini o'sha kasalligi uchun yoziladi. Undan boshqa dori boshqa nimada yo'q, topolmaysiz. Uni o'rnini bosuvchi boshqa preparatlarni buyursiz, uni bosmasligi mumkin-da o'rnini. Shuning uchun shu joyliga o'sha yaxshi misol ishlab chiqarilgan
o'zimizda ham bo'lishi mumkin, chetdan ishlab chiqarilgan dorilar bo'lishi mumkin. Bunda keyin iloji yo'q o'sha dorilar yozib beriladi. Ulardan siz misol bonus olmaysiz, boshqa qilmaysiz misol. Ular qanaqadir sizga va'dalar bermaydi. Umuman u firmani siz o'sha vakillarni tanimasligingiz mumkin, bilmasligingiz ham mumkin. Misol ko'p bo'ladi bizda, lekin o'sha dorilarni biz yozib beramiz. Bitta-ikkitasini aytib ketaverasiz. Majbur. Yo endi hozir aytsa Reklama bo'lib qoladi. reklama bo'lib qoladi. Dorilarni aytsa to'g'ri kelmaydi. Bunaqa dorilar juda ko'p-da. Juda ko'p dori. Hozir imенно bittasini aytadigan bo'lsak bo'lmaydi. Endi siz aytgan misol mana firma dorilar deyapsiz, bonus boshqa. Mana oxirgi paytlarda mana siz ham biz ham misol men sezdim, misol почти menga firmalar kirib dori taklif qilib, bonus taklif qilib, bunaqa holatlar juda kamayib ketgan, juda kam. Men shaxsan o'zimdan misol qilib aytaman-da. Juda kam. Firmalarni o'zini ham davlat qanaqadir ma'noda nazorat qilishni boshlagan. Balki shu tomondandir. Endi bu tomonni olgan bo'lsangiz, masalan, vrach firma bilan ishlamagandan keyin, misol o'zi bu deydi, bu kirgan bilan bonus ishlamaydi, o'zini bilganini qiladi hozir. Kamayib. Sekin borgan sari anaqa bo'lib ketaveradi-da. Boshqacha yo'llarga o'tishi mumkin balki o'zini dorisini o'tkazishda, lekin hammasi shu vrach vijdonan nima qilsa ishlamagandan keyin unga bu firmani vakili ham kirib taklif qilmaydi, bu ishlamaydi-yu, bu nima qilaman, kirib oldiga deydi. Vaqtini ketkazaman deydi-da. Shunaqa bo'lishi ham mumkin masalan. Vijdonan tomonidan olib qolgan bo'lsa. Hammasi shu davlatimizni, keyin Sog'liqni saqlash vazirligimizni olib boryapti, ya'ni shu siyosati, shunaqa holatlar bilan olib boryapti, ya'ni kurashlari baribir natijasini beradi-da, sekin o'zi chiqib ketaveradi. Mana farmatsevtikamiz rivojlanyapti. Oldin Qo'qonda dori ishlab chiqarilmagan, nechta dori Qo'qonda ishlab chiqarilyapti. Demak, vaqt kerak. Dori firmalari. Kecha ko'rdik, mana Chodagda hali nimalarni ekibdi. Tabiiy narsadan. O'simliklarni ekibdi, o'shandan farmatsevtikada foydalanib dori-darmon ishlab chiqaradigan. Yana rivojlanaveradi. Bizni preparatlarimiz o'sha yerda hech qanaqa chetdan kelmagandan keyin arzon bo'ladi endi sifati rivojlanib o'zgarib yanada sifatli dorilar, ularda nomenklaturasi boshqa turdagi dorilar kelib chiqaveradi. Shundan keyin o'zidan o'zi shuna pul uchun firmalar bilan ishlagan shifokorlarni o'zi ham kamayadi. Pul beraman, ishlaman bilan deydigan firmalarni o'zi ham kamayib ketadi. Bosqichma-bosqich endi vaqt kerak bo'ladi. Demak, hammasiga vaqt davom. Birdaniga yo'qotib bo'lmaydi. Endi bu tizimni sekin mana shu mana mavzu qilib olib chiqib, tushuntirib, boshqa qilib, shunaqa qilib sekin yo'qotib borsa bo'ladi. Mana o'zingiz ham aytyapsiz. O'rtog'im bu doktorga kiradi, bunaqa natija, bunga kiradi, bunaqa natija. Odamlarimizni o'zini ham hali shunga aqli yetib, hali tibbiy madaniyati oshib boryapti-da. Buni tushunib, o'zi qaysi shifokorga kirsa, yaxshiroq natijaga erishaman. Qaysi shifokor firmani dorisini yozadi. O'zi odamlar o'zi ham ajratib chetga surib qo'yadi firma bilan ishlaydigan shifokorlarni. Tanishini ham aytadi, bunga borma deydi, bunga bor deydi. Shunaqa qilib xalq o'zi ajratadi baribir. Vrach qaysi yaxshi, qaysi yomon, qaysi o'sha dorilar. Ba'zi bemorlar aytadi, bu doktor qimmat dori yozar ekan, yaxshi emas ekan deydi, cho'ntagida puli kamroq. Boshqasi aytadi, bunisi arzon dori yozdi. Sifati pastroq bo'lsa kerak, yaxshi davolamas ekan degan narsa bo'ladi-da. Yana shu nimangizga yana bitta misol, masalan, kasallar keladi, bizga kasallar keladi. Har xil kasal bor-da endi. Misol tekshirasiz, tekshiruvdan o'tkazasiz, profilaktika yo boshqa. Biz o'zimiz sohamiz tomonidan masalan kasallik topmagandan keyin men dori yozmayman-da unga. Sen tekshirdim, misol o'zim sohamni. Misol quloq, burun, tomog'i bo'yicha dori bo'lgancha ko'rgandan keyin men o'zim tomonidan muammo topmadim-da, unga dori tavsiya qilmayman. Siz sog'lomsiz, sizda muammo yo'q men tomonidan. Sizga dori tavsiya bermayman. Dori olmay qo'ying. Siz noto'g'ri tushunadigan bemorlar ham ko'p. Men shuncha xususiy klinikaga kirdim, pul to'lab kirdim masalanda. Kirgandan keyin doktor ko'rdi-da, menga dori yozib bermadi degan shuncha ham bo'lib qolishi mumkin bemorlar. Ko'p emas, lekin shunaqa bemorlar ham keladi.
yozmaganingizdan keyin bu deydi, bilmadi yo tajribasi yo'q, kasalligini topolmadi o'ylaydi. Sog'lom. O'sha sizdan chiqib turib, keyin boshqa doktorga borsa, bir varaq dori yozib beradi. Unaqa bemorlar ham borda, o'sha masalan o'sha firmaning dorilarini yozib beradi yo bir dunyo mana bag'at aytganda 5 millionlik yo qancha ham dori yozib beradi-da. U chiqib borib keyin aptekada "Bu zo'r doktor ekan, shuncha dori yozib berdi, men kasalligimni topdi" deydi. Unaqa bemorlar ham borda. Hamma bemorlar bir xil emas, lekin aksariyat hozirgi mana bemorlar xalq sekin-sekin o'zi nima bo'lib boryapti, tushunib yetganda endi masalan. Ko'pchilik bilib qolgan, biladi ham. O'zi misol kirgandan keyin, boshqa qilgandan keyin, o'sha kasallik nima qo'ygandan keyin o'sha qanaqa dori yozyapti boshqa. Men hozirgi aytgan bemorlarim kam sonli bemorlarda endi bular. Hammasi ham emas, lekin hozirgi kunda masalan o'sha narsa sekin-sekin bo'lyapti, tushuntiryapmiz. Sizda kasallik yo'q, biz tomonimizdan. Ortiqcha dori kerak emas sizga misolda. Sizni bunaqa misol boshqa nimalar bilan davolasa bo'ladi. Misol. O'sha tibbiy savodxonlik deyapsizlar. Tibbiy savodxonlikda tibbiy madaniyatni ko'tarish uchun nimalar qilish kerak? Ya'ni o'zingiz aytdingiz, tibbiy savodxonligi yaxshi, yuqori odam kamdan kam bo'ladi, bitta-ikkita bo'ladi deyapsiz hozir. Yo'q. Nabarat bitta narsa aytdi. Teskarisini aytdingizmi? Tibbiy savodxonlikni ko'tarish uchun mana shunaqangi podkastlar ko'p chiqarish kerak. Shu podkastlarda doktorlar hammasi kameradan qochadi. Kasalliklar to'g'risida tushunchalar berish kerak. Hozir deyarli hamma shifokorlar, doktorlar shu YouTube'ga rolik, Instagramga rolik, Telegramga rolik qo'yishyapti. Biz ham bilmagan narsalarimizni o'sha Telegramdan, kanallardan ko'rib, oshqozonda yarasiga bunaqa narsalar, tabiiy narsalarni ichish kerak deysa, ko'rib olib, bilib o'rganyapmiz. Shu odamlarga ham shuni foydasi bor. Ijtimoiy tarmoqlar foydasi. Ijtimoiy tarmoqlardan ko'proq narsalar chiqarish kerak, ishlash kerak. Endi hozir mana shu internet roliklar, nimalar, shu yerda davr kirib keldi-da endi. Shu orqali yetkazsa bo'ladi, misol. Ba'zi bir bemorlar keladi, bizdan ko'p narsani biladi. ChatGPTdan so'radi. ChatGPT ayniqsa endi hozir haqiqatda o'sha bemorlar ham kelyapti. Kelib, bunaqa ekan, ulargacha ko'rib, diagnozlargacha o'zi qo'yib keladi, masalan, biz keladi-da. Doktor menda deydi, bunaqa holat bo'lyapti, men internetdan ko'rdim deydi. Menda bunaqa diagnoz emasmi deydi. Men shota shunaqa emasmanmi? O'zi nimasi bilan kirib keladi. O'zini diagnozini ko'rib YouTube'da ko'rdim deydi. Bunaqa ekan deydi. Ko'rib keyingi nima qilib, diagnoz qo'yib holatni aytiladi. Ko'p bemorlar juda hozir shunaqa internetdan ko'rib, o'ziga o'zi diagnoz qo'yib, oxirgi paytlarda u bir tomondan to'g'ri ham, bir tomondan noto'g'ri ham. Internetdan ko'rib aniq diagnoz qo'yilmaydi. Keyin samolecheniya qilib, asoratni ko'paytirib yuboradilar-da. Shifokor oldiga borish kerak baribir. Borish kerak. Baribir shifokorning ko'rigidan o'tish kerak. Masalan, biz bemorlarimiz keladi, ko'ramizda operatsiya qilish kerak. Birida go'shi bor, boshqasi bor deb aytamiz. Ular o'sha biz diagnoz qo'yib berganimizdan keyin o'zi kiradi internetga, kirib tekshirib, qanaqa usulda olsa bo'ladi, boshqa bo'ladi, keyin savol beradi. Doktor, mana shunaqa, narkoz ostida bunaqa apparatda olinadi, lazer orqali qilinadi, shunaqa. Ko'rib kelgan foyda bo'ladi endi ularga tomondan. O'rganib, ko'rib kelib, o'zi tayyor bo'lib, shunaqa usullar bor ekan, zamonaviy usullar, shunaqa usulda olasizlarmi deb kelib savol beradi. Bu plus, foyda tomoni bu. Mana aytishgandek, doktorimiz shu yerda yozilgan tavsiyalarni qiladi-da, u to'g'ri ta'sir qiladimi? Minus tomoni o'sha lecheniyasini ham qilib yuborishi, u noto'g'ri masalan yozilgan. Foyda tomoni bor, keyin zarar tomoni bor-da. Hamma preparatda, hamma moddalarda u zarar tomonini o'ylamay qiladi, boshqa muammoni, kattaroq muammoga duchor bo'lib qoladi. Lekin qanaqadir ma'noda hozir shunaqa gaplar chiqyapti. ChatGPT endi odamdan aqlli, misol uchun shunaqa funksiyalari bor. Sizlar endi o'qigan bo'lsanglar, bir 50 ta, 100 tagacha kitob o'qigansizlar, unga 1000 ta kitobni yuklab turib, xullas doktordan aqlli qilib qo'ysa bo'ladi-da. Bunga nima deysizlar? Aqlli qilish mumkin, fikri kuchliroq chiqishi mumkin. Nimadir so'rasangiz, bizdan ko'ra ko'proq tekstlar chiqarib berishi mumkin. Lekin uni o'qib kallada sintez qilish tomoni bor. Tibbiy nimasi.
u tomoni bor. Keyin u fikrni bildiraveradi-da. Lekin qo'li yo'q-ku. Misol Lordni shifokorni olsangiz, ChatGPT qaysidir fikrlarni bildiraveradi. Ijtimoiy tarmoqlar. Lekin burunni ichiga kirib ko'rib, u adenomami, nima muammo, qanaqa qiyshiqlik, qanaqa muammo bor, quloqni ichiga kirib ko'rib, uni sintez qilib, nimadir muammo bo'lsa, uni olib bartaraf qilib berolmaydi-ku. Endi O'sha albatta u siz shifokorga borish aytgan kerak. yo'nalish ma'lum bir doktorlarga to'g'ri kelishi mumkin-da, masalan. Biz xirurgiyaga to'g'ri kelmay qoladi. Misol shikoyatini aytgandan keyin bemor xirurgiya sohasida albatta o'sha sohani ko'rishingiz kerak-da, diagnoz qo'yish uchun. Anamnez yig'asiz, shikoyat yig'asiz, albatta o'sha sohani ushlab ko'rasiz, tekshirib ko'rasiz, diagnoz ko'rasiz, keyin aniq diagnoz chiqadi. U ChatGPTda masalan unga shikoyatlaringizni aytasiz. Standart. O'sha shikoyatlaringizga qarab, o'shanga qarab diagnoz chiqarib beradi xolos. U ko'rmaydi, bilmaydi, boshqa qilmaydi. U o'shanga qarab keyin Standart javob beradi. Demak, yarim misol 100 ta odam bo'lsa, 100 ta odam savol bersa, 100oviga bir xil javob beradi. Shifokor o'zi aqlli, tajribaga ega bo'lgan vrachlar har bitta bemor bilan individual yondashiladi. Misol qaysidir burnida muammosi bor bemor kelsa, uni oshqozonida ham muammo bo'lishi mumkin. Uni ko'rib, unga qarab yana yo'nalish, dorilar, preparatlar, davolash taktikalari o'zgarib ketadi. Yana bitta muammosi bo'lishi mumkin, yana o'zgaradi. Demak, yarim soat, 1 soat ChatGPT bilan gaplashib, o'ziga o'zi tashxis qo'ygandan ko'ra 10 yil, 15 yil o'sha sohani ichida yurib, o'qigan odamlar oldiga borib, maslahat olgan yaxshi. endi hali u darajada bo'lib ketgani yo'q ChatGPT. O'sha Lekin rivojlanadi. savol shikoyatlarni aytib, o'ziga diagnoz qo'yib, unga lecheniya olish darajasiga hali yetib kelmadi. Ba'zilar qilyapti-da lekin. Ha? Ba'zilar qilyapti. Juda kam sonli, lekin qilyapti. Kam, lekin hali u darajaga yetib kelgani yo'q. Menimcha balki qachondir bo'lishi mumkin. mumkin. Chunki zamon hozir oldinda ketyapti, kameraga chiqib turib, kameraga qarab, bu yerda moryapti, bu yerda nima bo'lyapti, mana ko'rsatib, balki shunday bo'lishi mumkindir. U diagnozni misol o'sha kiritilgan nimasini rasmga qarab turib, tashxis qo'yib, boshqa qilib davolashi mumkindir, lekin baribir vrachning vazifasini bajara olmaydi. U ayniqsa xirurgiya, boshqa sohalarda bilmadim, to'g'ri kelmaydi hozircha. Rivojlanaversin, shunaqa yangiliklar yaratilsin, rivojlanish kerak. Mana oldin 20 yil oldin bo'lmagan apparatlar, uskunalar, dasturlar bo'lmagan. Hozir 20 yil oldingi tibbiyot bilan hozirgi tibbiyotda yer bilan osmoncha farqi bor. Diagnoz qo'yish, tashxislashda ham, davolashda ham qancha rivojlansa texnologiya shuncha qulaylik, shuncha osonlik bo'laveradi. Aniqlanmagan kasalliklarning soni ham ko'payib ketaveradi. Hozir texnologiya, diagnozlar rivojlandi deyapsiz-ku, lekin shuni ham o'sha oddiy xalqimiz, ya'ni ko'pchilik shunaqa deydi, ko'p analiz yozib yuborsa, summasi oshib ketsa, bu doktor biznes qilyapti, misol uchun xususiy klinikada diagnozdan, tashxisdan, analizdan ko'p pul qiladi degan fikrlar bor. Bularga nima deysizlar? U ham to'g'ri. Ba'zi bir doktorlar bor shunaqa analiz bilan ishlaydigani ham kam, lekin Analiz o'sha kasallikni tub-tubigacha aniqlash uchun kerak bo'ladigan narsami yoki bu ham biznesning bitta yo'limi? Bu ham bitta alohida mavzu deb hisoblasak bo'ladi. O'sha dorilarga yaqinroq, hozir diagnoz deganlariga. Bu ham bitta tema. Endi men o'zim sohamdan kelib chiqib aytishim mumkin-da bunda ham. Ilgari to'g'ri, masalan, mana bu tekshiruvlar, tomografiyalar, boshqa tekshiruvlar ilgari yo'q bo'lgan oldingi davrda, masalan, kam bo'lgan, juda ham kam bo'lgan. Sanoqli bo'lgan, masalan. Hozirgi kunda bu narsa ko'payib ketdi. Shuni hisobiga diagnostika ham kuchayib ketdi, diagnoz qo'yish ham, misol kasalliklarni aniqlash ham, topish ham, misol kamdan kam uchragan kasalliklar topish ham mumkin bo'lib qoldi. Endi masalan, ilgari topilmagan bo'lsa shu narsa, shuni tomografiya boshqa tekshiruvlar topish mumkin. Endi analiz baribir qon analiz hamma ham qiladi baribir, tekshiruvdan o'tadi. Misol aniq diagnoz qo'yish uchun qilinadi. Ilgari masalan biz sohada oddiy rentgen tekshirilgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib mana shu tomografiyalar chiqqandan keyin ko'proq ma'lumot oladi-da unda. Rentgenda masalan 20-30% ma'lumot bersa, tomografiya 99% misol o'sha ko'rsatib bera oladi o'sha nimalarni. Muammoni chiqarib beradi-da. Shuni hisobiga misol hozirgi kunda ko'proq shu buyurilishi mumkin biz tomonimizda masalan.
Lekin undan tashqari endi bo'lishi mumkin, aytganingizdek, qo'shimcha tekshiruvlar, yana undan tashqari ko'p tekshiruvlar buyurib yuboryapti doktorlar, qimmat bo'lib ketyapti deyishi mumkin. Endi balki bo'lishi mumkindir, lekin hozirgi kunda baribir tekshiruvlar ko'pligi uchun asosan keraklik nimalar yoziladi deb o'ylayman men vrachlar tomonidan. Biz taniydigan doktorlar o'ziga kerak bo'lgan. Endi biz jarrohlarimizda xirurglar bo'lganimizdan keyin har tomonlama yondashishga harakat qilamiz bemorni operatsiyaga tayyorlash bosqichida deyarli kerak bo'ladigan har bitta tekshiruvlarni o'tkazdiramiz. Qon tahlilida ham sababi undan keyin bo'lishi mumkin, operatsiyadan keyin va narkozdan keyin bo'lishi mumkin asoratlarni oldini olish uchun. Qanaqadir qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin bemorda. Shu qarshi ko'rsatmalarni aniqlash uchun ana ko'p qaytariladi. Bemor keladi yonimizga, ko'ramiz, operatsiyaga tayyorlash kerak, siz operatsiya qilish kerak deymiz, tekshiruvlar yozib beramiz. Tekshiruvlarda yana boshqa kasalliklar, boshqa holatlar kelib chiqadi. Yo operatsiya uzil-kesil bekor qilinadi yoki ma'lum bir vaqtga o'sha muammoni bartaraf qilgungacha keyinroqqa suriladi. Hattoki operatsionniy stolga olib kirgan holatimizda operatsiyadan qaytargan paytlarimiz bo'lgan. O'sha diagnoz sabab. Analiz. Hozir tibbiyot rivojlanib ketgandan operatsionniyni o'zida analizlari borda, qilish mumkin bo'ladi. Interoperatsionniy analiz qilib, operatsion stolda butun qonini olib ko'rilganda, ko'rsatkichi baland chiqqanda stoldan bekor qilib qaytarib chiqqan kunlarimiz bo'lgan. Analizlar endi deyarli ko'p vrachlar shu kerakligini yoziladi. Endi tekshiruv uslublarini soni ko'payib ketdi. Endi ularni qaysi birinidir qilmasangiz, qanaqadir kasallikni chetda qoldirib qo'ymaydi turib, maksimalni ko'proq tekshiruv qilishga harakat qilinyapti deydi. Hozir aniq ko'rsatmalar bor-da. Aniq ko'rsatmalar bor. Bitta diagnoz qo'yish uchun nima tekshiruvdan o'tish kerak. Hozirgi kunda u belgilab qo'yilgan o'z tibbiyotda. Bu jahon talabi. Standart bo'yicha tekshiruvlar bor hozir. O'zbekistondagimi jahon talabimi bu? Yo'q, jahon talabi bor. O'zbekistonda jahon talabi bor. Masalan, bitta kasallikka diagnoz qo'yish uchun mana tekshiruvdan o'tish kerak. Hozirgi kunda meditsina, umuman dunyo, internet rivojlanyapti. Meditsina shu orqali shu nimasida rivojlanyapti-da. Masalan, buni ko'rsatmalari, o'sha aniq nimalar kelib chiqib, buni kirgizib qo'yilgan. Misol kasallik kelgandan keyin unga aniq diagnoz qo'yish uchun mana shu tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Endi bo'lishi mumkindir, balki kimdir balki shu pul manfaatda, boshqa manfaatda, endi men bilmayman, bunaqa qo'shimcha tekshiruvlar balki kerak emas tekshiruvlarni ham siz shuni nazarda tutingizda hali endi. Kerak emas tekshiruvlarni ham belgilab berishi mumkin. O'sha standartdan chiqib ketib yozishi mumkin. Balki u kerak emasdir o'sha narsa, misol bemor uchun, misol bilsa yo boshqa bo'lsa, o'shanda qimmat bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi deyishi mumkin. Lekin hozirgi kunda aniq ko'rsatib qo'yilgan. Misol kelyaptimi, mana shu tekshiruvlar o'tib kelasiz, shundan shunga qarab biz diagnoz qo'yib beramiz. Bu aniq ko'rsatib qo'yilgan bular. U standartda tekshiruvlarni qilmasdan turib, operatsion stolga olib kirish haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Belgilab standart bo'yicha. To'liq bo'lishi kerak. O'sha kerakmas dorini, kerakmas analizni yozadigan doktorlarni qanaqa filtr qilish mumkin? Boya ham dorilar haqida ko'p gaplashdik. Lekin aniq kriteriya bormi filtr qilish bo'yicha? Ko'zidan. Muzaffar aka. Endi bilib bo'lmaydi endi. Qo'shimcha noto'g'ri odamga borib qo'ymas kerak. Bemor ham o'sha sog'aygisi keladi, ortiqcha pul sarflamasdan. Qanaqa aniqlasa bo'ladi? Endi buning uchun biz doktor emas, bemor bo'lib ko'rishimiz kerak-da. O'zimiz bemor holatga solib, bemor bo'lib turib, masalan, doktorga borish uchun surishtirib borasiz baribir, to'g'rimi? Tanish bilish. Tanish bilishdan so'raysiz, mana bu qanaqa doktor ekan, yaxshi doktormi, davolayaptimi, boshqami, shunaqa qilib surishtirib borib uni stajini, misol qancha yil ishlagan, necha yillik stajga ega bo'lgan. Hozirgi kunda shunaqa, masalan, bir kasallar ham so'rayapti bizdan. Malaka oshirishi, chetga chiqib malaka oshirganmi, bo'lyapti-da, savol berib qolyapti. Doktor, qayerda o'qigansiz deydi. Necha yil o'qigansiz, nechinchi yildan beri ishlaysiz deydi, masalan, kasallar kelib. Demak, o'zlari filtr qilishni boshlashyapti. Sekin o'sha kirib kelyapti masalan. Ilgari bu darajada emas edi. Hozir shu nimalar ko'paygan sari kasallar ham o'sha shunday savollar berishni boshlayapti. Shunaqa qilib o'zi men o'ylaymanki filtrlanib qoladi o'zi.
Shu savollar bergandan keyin yosh doktorlar bo'lsa bunday kirib bemor ko'rib o'sha bu yosh qachon bitirgansiz, qayerda o'qigansiz degan savollar o'sha ba'zi bir Bor-da. yosh bitirib chiqqanlar kuchlilari bor, yaxshilari. yo Mana bor, sizni shogirdingizchi? kuchlilari bor. Yangi bitirib kelgan zo'r ishlayapti, zo'r bo'ladi. Shunaqa bor, Ona hech unaqa. qanaqa firmani dorisini o'shanga aytyapman, ko'zidan biladi. Ko'zidan. Yoshlar, bir xil doktorlar bor, yosh katta pensioner, o'sha firmani dorisi bilan ishlayganlar ham bor. Shunaqa. Endi baribir yoshlar to'g'ri. Asosiy so'rab, Yoshlar- yaqin tanish vrachi bo'lish kerak. O'zi hali mana davlatimiz yaratib kelgan-ku, oila shifokori. Oilaviy shifokor. O'shunaqangi o'zini hali yaqin qarindoshi, tanishi bo'lmasa, oilaviy shifokoriga murojaat qilish kerak. Men kimga borsam yaxshiroq so'rash kerak. Yo'naltiradi. Falonchiga boring, mana bu joyga boring. Sizni bu yerda shifokor ko'radi deb ajratib beradi. Lekin baribir Akmal aka fikrlariga men hozir nima qilib ketaman. Misol yangi bitirgan yoshlar ham tajribali bor deyapsiz-ku. Baribir vrach uchun, xirurg uchun yil kerak-da. Yil kerak tajriba orttirish uchun, opitniy bo'lish uchun, malakasini oshirish uchun. Kecha bitir ustoz ko'rish kerak masalan. Bir necha yil ustozlarning qo'lida shogird bo'lib yurib, o'sha malakali bir mutaxassis bo'lib chiqqandan keyin o'zi alohida ajrab chiqqandan keyin yetuk mutaxassis bo'lib yetishadi. Baribir tibbiyotda bu narsa bor. Endi xirurgiya sohasida ayniqsa usta shogird anaqasi bor-da. Misol bitta ustaga shogird bo'lib, o'shani etagini ushlab, ancha yil misol yurganingizdan keyin sekin o'sha sohani siz egallaysiz va sekin tajribangiz oshib boradi. Mana biz ham masalan shu soha ichida 12-13 yildan beri yurgan bo'lsak, shu yillar davomida hozirgacha masalan kimdandir ustozimiz bor, so'raymiz, o'rganamiz, bilinamiz. Endi to'g'ri bo'lishi mumkin, yangi bitirib chiqib, o'zi 2 yil, 3 yil ichida bo'lishi mumkin, lekin baribir qaysidir joyga kelganda tajribasi kamlik qilib qoladi. Bo'lishi mumkin. O'zimizda ham shunaqada hozirgacha masalan o'ylanadigan joylarimiz kelib qolishi mumkin. Shuning uchun baribir meditsina sohasida men o'ylaymanki, tajriba kerak. Demak, malakali bo'lish uchun o'sha nimalardan o'tgan bo'lish kerak. Bosqichlardan. ustozi yo'q, yosh doktorlarga bormasligimiz kerakmi shunda? Endi bu qaysi jihatdan to'g'ri bo'lishi mumkin. U sohaga qarab, nimaga qarab, nima deydi, o'sha kasallikka qarab. Ustoz yo'q deganda endi baribir hamma oliy ma'lumotli bitirib chiqadi. Undan keyin ustoz o'zicha bo'ladi, misol bo'lib ketishi mumkin-da. dars bergan ustozi bor, boshqasi bor, ustozsiz bo'lmaydi. Ustoz baribir. Endi hozir men o'ylayapman, bir 90% talabalar ham ustozni hozirgi kunda shunaqa bor. Shu yerda borib, nimadir mo'ljal qiladi-da. Endi yaxshi o'sha aqli hushi joyida boshqa anaqa bir bo'lsa, o'sha bitta ustoz etagini ushlaydi-da. O'sha o'qiyap turgan jarayonida o'sha ustoz bilan birga o'sha jarayonga kirishib boradi. O'sha oldindan buni sohani egallayman men deb turib, o'shani o'sha yerda sekin-sekin o'sha sohaga kirib boradi, o'sha oldindan. Demak, Hozirgi kunda shunaqa. O'sha yangi vrachlarga tavsiya hech qachon bemorlarga qila olmagan narsani qilaman demaslik kerak. Demasa bo'ldi. Shunaqa. Yoniga bemor keldimi, qo'lidan kelmaydimi, boshqa o'zidan kattaroq vrachga, bu vrachga boring. Bu meni qo'limdan kelmaydi. Bu shifoxonaga, bu shifokorga boring deyish kerak. Shu shaxsan biz mana shuncha tajribaga ega bo'lib, shuncha operatsiyalar qilsak ham, bizni qo'limizdan kelmagan bemor kelsa, yo'naltiramiz, so'zsiz. 100%. Men sizni qila olmayman. Mana shu yerga boring. O'zbekistonda bo'lsa, shunaqa mutaxassis O'zbekistonda, Toshkentga, bo'li sentr joyga. Agar O'zbekistonda unaqa mutaxassis yo'q bo'lsa, kelibsa chet davlatda, boshqa mamlakatda bo'lsa, mana shu yerda bir kontaktlarigacha berib, shunaqa qilib yordam berishga harakat qilamiz. Shu yo'nalishda ketsa yaxshi bo'ladi. Qo'lidan kelmadimi, tajriba quyonchoq emaslik kerak. Bo'ldi. Demak, tajriba yaxshi doktor bilmagan narsasini bilmadim deb aytish kerak bemorga. Keyin ko'zidan bilsa bo'ladi, tajribasidan bilsa bo'ladi. Keyin обязательно tanish bilish qilib borish kerak. Ustozi bo'lish kerak. Inson bo'lish kerak-da endi. Bemorlar ham, shifokorlar ham avvalo inson bo'lish kerak, qalbi ochiq bo'lish kerak. Endi ba'zi bir bemorlar o'zi ham kelib shifokorlarni so'z bilan, boshqa narsa bilan qalbini ortib ketishadi. Bizni ko'zni yumib, hop deymiz.
nima deysiz endi? O'sha ba'zi bir boshqa anaqangi qo'shtirnoqchida shifokorlarga o'xshatishadi. Shifokorlarni ichida ham kurmak bor, bemorlarni ichida ham kurmak bor. Tanish bilish dedik-ku, faqat tanish doktor yaxshimi? Boshqa doktorlarga bormasligimiz Yo'q, kerak. tanish bilish deganda именно tanish, yaqin tanish bo'lish shartmi? Misolda surishtirib, bu tanish bo'lib chiqmaydi-ku baribir. Baribir tanishidan so'raydi. Yo'q, tanishidan Degan so'rash odamdan deganda, misol uchun mana lor kasalligi, ha? Qaysidir bir kasallik, burunda muammo bor, ha? Xirurgiyada, tibbiyotda ikki xil yo'nalish bor-da, mana. Kasallikni dori-darmon bilan davolash ham mumkin. Ha? Lekin xirurgik yo'l bilan ham davolash mumkin. U qaysidir shifokor yo'nalish berishi shu ikkita yo'lni ajratib berish uchun yordam beradi. Dori-darmon bilan, qanaqadir spreylar bilan, tabletkalar bilan davolangan terapevtik lor vrachning yoniga borsangiz, u o'zini yo'nalishida davolaydi. Bu ham haq, to'g'ri. Xirurgik yo'nalishdagi shifokorning yoniga borsangiz, u o'zini yo'nalishida jarrohlik yo'li bilan kesadi, tikadi, olib tashlaydi, muammoni bartaraf qiladi, tugaydi. Dori-darmon bilan kamroq shug'ullanadi, yillab, oylab shug'ullanmaydi. Shu yo'nalishda ajratib berish uchun buni tushunadigan o'sha mutaxassis, tanish bilishi yoki shifokori yoki oilaviy shifokori bo'lishi kerak. Shuni ajratib beradi. Bitta kasallikni har xil yo'l bilan davolash ham mumkin-da. Shunaqa. Shuncha negativ qildik. Endi pozitiv tarafini gaplashaylik. Hozir O'zbekistonda o'zi aynan tibbiyot sohasida salohiyati butun dunyo bo'yicha qanchalik ko'tarilib boryapti? Hozir qanaqangi o'rinda? Juda ham zo'r. Buni ko'p marta Bitta misollar bilan aytasizmi? Misol mana yaqinda Ozarbayjonning eng katta professori keldi. Laparoskopik qorin bo'shlig'i, ko'krak bo'shlig'i, hamma operatsiyalarda jarrohlik yo'lidan professor, dunyo miqyosidagi professor kelishdi. Farg'onada konferensiya, shu kongress, operatsiyalar o'tkazdirishdi. Yerda yaratilgan sharoitlar, ilm olishga, bilim olishga, keyin biz ular bilan birga kirib, birga operatsiya o'tkazdirgan o'sha stajyor vrachlarni texnikalarini ko'rib, faqat qarsacha olishdi. Bu dedi o'sha yerda tan olishdi. Mana shu Turkiston, O'zbekistonda hali Ibn Sino bizdan chiqqanlar-ku, qoni bor. Qoni bor. Endi chiqadi bu yerdan mutaxassislar shunaqa. Chet eldan shifokorlar kelib shunaqa fikr bildirib ketishyapti. Muzaffar aka. U chet elda hamma qilingan operatsiyalar qilinyapti-ku. Bizda ham imkoni bor, hamma narsa. Endi xirurgiya sohasida o'zimiz sohadan kelib chiqadigan bo'lsak, haqiqatda shunaqa. Masalan, bizning sohada ham shunaqa. Ilgari ko'p operatsiyalar yo'q edi, apparaturalar yo'q edi, diagnostikalar yo'q edi. Hozir ilgari deganda necha yil oldin? Ilgari bir 10 yildan oshiq oldin. Demak, 10 yilda juda katta o'sish bo'ldi. 10 yilda juda katta o'zgarish bo'ldi. Oxirgi mana 4-5 yil ichida yana ham katta o'zgarish bo'ldi. Viloyatlarda, Toshkentdan tashqari qolgan hamma viloyatlarda, misol o'zimiz sohada ham deyarli chetda operatsiya qilinmaydi. O'zi eng murakkab operatsiyalarimiz ham o'sha o'zimizda qilinyapti. Kerak bo'lsa viloyatlarda qilinyapti mana. Yildan markazlardan mutaxassislar kelib birgalikda olib borilyapti shu narsa. Aynan qaysi operatsiyalar? Oldin qaysi operatsiyalar chet elda qilinardi, hozir hammasi O'zbekistonda qilinyapti. Yoki bizning klinikada o'zimiz yo'nalishimizdan ko'chirib o'tkazishlar mana. Ha, o'zingizlarning yo'nalishingizda. Pochkan persatkalar mana bizni markazda. Oldin qayerda qilinardi? Qo'qon shahrimizni tibbiyotimiz rahbari Komiljon aka sog' bo'lsin. O'sha yerda anaqalari bilan shijoatlari bilan, harakatlari bilan pochkani ko'chirib o'tkazdirish Qo'qon shahrida bajarildi. Bir necha marta bajarilyapti. Oldin yo'q bo'lgan. Oldin yo'q edi. Toshkentga bosh miyada bajariladigan operatsiyalar, orqa miyada bajariladigan operatsiyalar hammasi Qo'qon shahrida bajarilyapti. O'sha ko'p ham ozgina rahbariyat bir tomondan mana ancha yordam beryapti. Undan tashqari o'sha vrachlarni mana malaka oshirishiga sharoit yaratib berilyapti. Chetga chiqib malaka oshirishlarining hisobiga ko'pgina kasalliklar shu o'zimizda davolanyapti, o'zimizda operatsiya qilinyapti, bemorlar o'zimizda qolyapti.
chetga chiqishlar deyarli kamaydida. Endi ayrim sohalarda bo'lishi mumkin, lekin bu sohalarda o'zimizda qilinyapti. Undan tashqari o'sha tumanlarda qilinyapti, viloyatlar markazlarida qilinyapti. Chetdan mutaxassis chaqirishlar deyarli nima? Faqat shu o'rganish uchun qilinyapti, chaqirilyapti xolos. Hozir naborot yana biz shifokorlarni boshimizda, ongimizda biz O'zbekistonda bemorlarimiz qo'shni davlatlarda bemorlarni ham chaqirib shu yerda O'zbekistonda noyob operatsiyalarda aytishimiz mumkin, qilish Markaziy tarafdorimiz. Osiyoda ancha balandda turibdi O'zbekiston. Nechinchi o'rinda misol uchun? yo'q, Endi o'rnini aytolmaymiz, lekin yuqori. Markaziy Osiyo deydigan bo'lsak, birinchi o'rin desak ham bo'ladi. Biz ayrim xirurgik sohalarda Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda turibdi desak ham bo'laveradi, chunki ancha o'tib ketganmiz qo'shnilarimiz meditsina sohasida. Bizda xalqda tushuncha bor, baribir chet ellik yaxshi degan. O'zimizda rostdan sifatli o'tkazilyaptimi o'sha chet ellikidan ko'ra yaxshiroq qilinib yoki hali ham qanaqadir ma'noda chet elga talab bormi? Baribir ko'pchilik chet elga chiqib ketadi-yu, puli bor odam. Endi misol mana bir narsa ishlab chiqarsangiz, qaysidir davlatda 100 yildan buyon ishlab chiqariladi, qaysidir davlat 10 yildan buyon ishlab chiqaradi. 100 yil oldin ishlab chiqarishni boshlagan davlat baribir oldinroqda bo'ladi. Lekin bizni mamlakatimiz ham o'sha yetib boryapti o'sha bosqichlarga. Tibbiyot sohasida oldinlab borilyapti. Qilinmaydigan narsani o'zi qolmayapti deyarli. Masalan, Operatsiyalarni, davolash taktikalari hammasini borib o'rganib, ko'rib kelinyapti. Oxirgi yillarda juda oldinlardik tibbiyotdan desa bo'laveradi. O'sha chetga chiqishlar ko'paydi tashlar. Ilgari kam chiqilardi chetga, ko'pchilik chiqmas edi, qimmat debdi, boshqadirdi. siz qayerlarga chiqib kelgansiz? Men shaxsan o'zim aytgan bo'lsam, endi misol Moskvaga borib malaka oshirdik, kerakli yaxshi klinikalarda yetakchi. Turkiyaga bordik, undan tashqari. O'sha davlatlarga borib malaka oshirib keldik. Xudo seni rejalarimizda bor, chetga chiqish, Yevropaga chiqish. Biz endi ko'p joylarga bordik shekilli. Rossiya, shu Turkiya, Yevropaga ham borib keldingiz. Malaka oshirib. Italiya, Ispaniya. Endi yana hozir yana rejalarda bor. Biz shu chetga chiqib narsa o'rganib kelishdi, anaqasiga tushib qolganmiz. Lomkasi deydimi? Kelib shogirdlarga ham o'rgatasizlar. Albatta, kelishsa so'zsiz shuni o'rgatamiz. Agar loyiq bo'lsa shu bilimga, shu narsaga o'rgatamiz. Ya'ni umumiy O'zbekiston bo'yicha gaplashdik. Hozir o'zimizning klinikada chet elda oldin qilinayotgan qaysi operatsiyalar qilinyapti yoki Toshkentda oldin qilinayotgan qaysi operatsiyalar qilinyapti? Aynan siz yo'nalishingizda, aynan siz yo'nalishingizda. Bizning yo'nalishda lor sohasida deyarli hamma operatsiyalar o'zimizda qilinyapti. Hammasi bizning klinikada bor. Masalan, qaysilar sanab bera olasizmi? Bitta soha qilinmaydi, o'sha onkologiya, ya'ni bizning sohaning onkologiyasi qilinmaydi xolos. Endi u mumkin emas hozirgi kunda. Buni o'zini mutaxassislari bor, unga jo'natiladi. Qolgan hamma operatsiyalar burunni, tomoqni, quloqni hamma operatsiyalari o'zimizda bajarilyapti va o'sha apparaturlarimiz ham Yevropadan keltirilgan apparaturalarda olib borilyapti. Umuman chetdan kam bo'lmagan holatda qilinyapti operatsiyalar. Sharoitlar bir xil desak bo'ladi deyarli. Akmal aka. Bizda ham biz sohada endi plastik operatsiyalar, rinoplastika oldin bo'lmagan rinoplastikalar, travmalardan keyin rinoplastikalar, asosan quloqlar travmasi yo'q, yuzdagi har xil defektlar, avtoavariyadan keyin nuqsonlarni bartaraf qilish operatsiyalar hammasi qilinadi. Teri ko'chirib o'tkazilish shu Oldin Toshkentda qilingan, chet elda qilingan, hozir o'zimizda qilinyapti to'liq. to'ppa-to'g'ri. Kuniga nechta operatsiya o'tkazasizlar o'zi? Endi kuniga har xil oyda siz bo'ladi. Bir oyda nechta? Bir oyda endi mana misol 20 ta, 25 tadan boshlab 30-35 ta shunaqa. O'rtacha 30 ta o'tkazasiz. Har kuni bittadan bor ekan. Ko'pi bilan. Shunaqa. Deyarli har kuni bitta, ikkita operatsiya bo'ladi. Hozirgi kunda shunaqa. Tajriba ham shunga qarab oshib ketaveradi. Tajriba ham shunga qarab oshadi. Akmal aka, sizda qanaqa? Shunaqa statistika.
kuniga Biz kamida yo'nalishimiz jinday ko'proq ozgina plastik Hmm. xirurgiya, umumiy xirurgiya, mikroxirurgiya hammasini qo'shsangiz bilan 30 ta, 40 ta bo'ladi. Juda ko'p har kuni 5 ta operatsiya qilish tarafdori emasmiz. demak kamida ikkovlada ham bitta bor har kuni. Albatta. Deyarli shu. Huzur. Endi yordam berishga harakat qilamizda. Yaxshi bo'lsin deymiz. O'zimizda baribir qanaqadir ma'noda arzon bo'lsa kerak, misol uchun Hindistondan, Toshkentdan ko'ra. Albatta. Qancha, necha pul arzon? Necha foiz arzon? Endi Hindistonga solishtiradigan bo'lsak, ancha arzon Hindistondan. 2-3 barobar. Ha, deyarli 2 barobardan ham ko'p desak bo'ladi. Oddiy masalan operatsiyalarni hisob. Endi men Hindistonda chuqur hali o'rganib olganimni hech pul qilyapti, lekin qimmat ancha. Endi bitta tomonini ham olaylik-da. Chetga borib shifo topib kelishdi. Balki arzondir, balki qimmatdir. Chet elda biz qilyapti turgan operatsiya biz ham narximizni balandroq qilish tarafdorimiz. Arzonga operatsiya qilib, chunki juda qimmatga bilim olamizda chetda. Bekorga o'rgatmaydi ular. Bitta operatsiyani ko'rib chiqish uchun $6,000 to'lab, $10,000 to'lab ko'rib tomosha qilib chiqamiz xolos. Prosta tomosha qilishdi o'zi. Ha, shunaqangi qimmat u bilim olish. Shunaqangi. Endi misol mana chetga chiqib bizdan qimmatroqdir, balki qaysidir operatsiyani arzonroq qilar chet davlatda. Lekin bu bemorlar chetga chiqib turib, u shifokorni tanlashda xatolikka yo'l qo'yib qo'yadi. Ko'proq. Hech qaysi shifokor mana Hindistonga borsa, bitta vrachga borsa, qaysidir operatsiyani qilsa, u zo'r mutaxassisi deb bilib bo'lmaydi. Adashganlar keladi. Borib misol chetda boshqa qaysidir mamlakatda qaysidir operatsiyani qildirib kelib, bizga to'g'irlatganlar. Chet elda ham xato qiladigan doktorlar bor. Uni ajratish qiyin-da. Chet elda zo'r qiladi, ideal qiladi, o'zimizda xato qilib qo'yadi degan narsa bor-ku. Yo'q, u narsa u qanaqadir statistika ham bo'lsa kerak. Hozirgi kunda shu fikr noto'g'ri bo'lib qoldi endi. Endi oldin bo'lishi mumkindir, lekin hozirgi kunda o'zimizda yetarlicha tajribaga ega yaxshi mutaxassislarimiz juda ko'p. O'sha dunyo standartiga javob bera oladigan darajada mutaxassislarimiz. O'zi qanaqadir statistika ham bor ekan, Jamolxon aka aytishdi, adashmasam. Misol uchun chet eldagi doktor ham 100 tadan bitta ikkita operatsiyani xato qiladi. O'zimizdagi doktor ham 100 tadan bitta ikkita operatsiyani xato qiladi deydi. So'zsiz u. Beayparvardiga xato qilishi bor, xato qilishi mumkin. asorat berishim bor, hamma joyda bor. Ana bizda endi chet elda juda ulug'lab olishadi-yu. O'shanga aytyapman-da. Qaysidir yo'nalishlarda oldiga o'tib ketgan tomonlari bor, tan olinadi. Biz ham yetib o'tib ketamiz hali. Ya o'zim kuzatyapman, lekin ba'zi O'sha ozarbayjonlik vrach kelib, yaqin yillarda biz sizlarga kelib o'rganib ketamiz shekilli deb ketdi. Ba'zi sohalarni kuzatyapman, o'zi haqiqatan chet eldan kelib bizda o'qib ketishyapti, aynan tibbiyot yo'nalishlari. Bor, ko'p. Endi meni sohamda ham Endi Yevropa emasdir, lekin misol uchun Tojikiston, Qirg'iziston, boshqa O'rta joylar. Osiyoda aytdimku, O'zbekiston yetakchi deb hisoblasak bo'ladi. Va o'sha atrofdagi qo'shnilarimiz bizdan o'rganishadi. O'sha bizda ham arzonroq bo'lishi mumkin, nisbatan. Ham malakali mutaxassislar ko'p. Shu o'rgata oladigan, o'sha standart, dunyo standarti bo'yicha o'rgatadigan mutaxassislarimiz yetarli darajada. Amerikada, masalan, Yevropada, Hindistonda, Germaniyada qanaqa darajada bo'lsa, hozirgi kunda bizda ham shu darajaga yetib kelgan, shu bizning sohada chetdan kelib o'rganishyapti. Kerak bo'lsa studentlar o'qishyapti, medinistlarimizda chetdan kelib. Demak, bu soha bizda rivojlanyapti. Hindistonliklar juda ko'p ketdi Toshkentda. Hindistondan kelib o'qishyapti mana. Yetarli darajada, demak. Bizda kelib o'rganib ketib, bizlarda bor operatsiya qilyapti. Biznikilar borib, o'shda operatsiya qildi. Bizda o'rganib ketdi. Endi kelajakda vaqt yillar davomida hammasi iziga tushadi. O'sha eski Ibn Sino davriga qaytsak kerak degan narsa bor. Endi sekin-sekin o'sha misol chiqyapti sekin shunaqalar. Endi Ibn Sino bo'lib chiqmasa ham. Oldinlashlab ancha yaxshi bizda. Yaxshi mutaxassislar chiqyapti. Bilyapmiz-da endi masalan. Ko'p. Demak, mana qo'shnilarimizdan oldindamizmi? Demak,
sekin undan otib chiqib yana sekin undan atrofdagilardan ham sekin oshishimiz mumkin-da. Endi bor narsa-da bu. Ayrim rivojlangan davlatlarda ayrim sohalari bo'yicha bizniki oldinda ko'p nimadan qaraydigan bo'lsak. Masalan, meditsinasida. Aynan shu qo'shnilardan demaymiz, lekin boshqa nimadan ham oldinda bo'lishimiz mumkin. Mana shu rinoplastika bo'yicha mana hozir gap ochilganda aytib o'tib ketish kerak. Yaqinda bitta bemorimiz keldi. Tojikistondan keldi. Tekshirganimizda burun suyagi to'g'ri, qiyshiqlik yo'q, burun chig'anoqlari normada. Tashqi ko'rinishida ham deyarli men o'zgarish sezmadim, to'g'ri turibdi. Va bemor menga aytayaptiki, o'sha oynaga qaraganda ozgina shu qiyshiqlik, juda ham ozgina shu qiyshiqligim bor. Shuni to'g'rilab berasizmi deb keldi. Endi men bemorga tushuntirdim. Men masalan sizda qiyshiqlik ko'rmadim. Nafas olishingiz yaxshi. Burningiz tashqi ko'rinishingiz juda yaxshi. Chig'anoqingiz joyida, hamma yog'i normal. Bunaqa holatda biz operatsiya buyurmaymiz. Bemorni biz shuni ko'ndirishimiz kerak, shu operatsiya qildirmaslikka, shu jarayon, shu paytda. Operatsiya qilishga emas, operatsiya qildirmaslikka uni tushuntirishimiz kerak-da. Bunda nuqson yo'qligini. Endi shu darajaga borib yetganki, o'sha ozgina bir haligi millimetr darajasida to'g'rilayman deyapti. Inson o'zi asimmetrik yaratilganda, ikkala tomon ham simmetrik bo'lmaydi hech qachon bir-biriga. Misol, bitta ko'z bilan ikkinchi ko'z bir xilda bo'lmaydi, sal boshqacharoq tuzilgan. Oynaga qarasa bilinadi aslida. Misol, qoshlar ham, burun ham xuddi shunaqada shu sohada. Bir tomon bilan ikkinchi tomon simmetrik yaratilmaganda. Nuqsonsiz bo'lmaydi va ozgina bo'lsa ham o'sha nima bo'ladi. Endi shuni ko'rib to'g'rilab berib kelyapti endi bemor. Bekorchilikdan, uyda boshqa ishi yo'qligidan, puli ko'pligidan kelganmi endi? To'qlikka sho'qlik deydi-ku. O'shanaqa narsada bu ham. Buni qaytarish kerak. Tushuntirish kerak bemorlarga. Xuddi shunaqa bemor hatto pulni qarz olib kelib ham qildiradigan bo'ladi. Bor. Bu psixologik. Shunaqa. Shuni o'ziga singdiradi. U masalan o'sha jamiyatda o'zini to'g'ri, yaxshi to'g'ri his qilib. Videolar ko'rgan bo'lishi mumkin, roliklar ko'rgan bo'lishi, o'zini burnidan ham chiroyli bir nima ko'rib turib, shunga taqlid qilmoqchiman deb kelishi mumkin. Unaqalarda imkon boricha o'sha tushuntirib, ongiga singdirib qaytarish kerak deb o'ylayman-da. Tarmoqni boya foydasi haqida gaplashdik, bu zarar ekan. Zararlari ham tomoni ko'pda shunaqa misol. O'zi sog'lom bo'lib turib ham kirib ketib qoladi o'sha jarayonga. Mana uni burni chiroyli ekan, o'shanga o'xshatishim kerak men buni deb kelib qoladi. Ko'rsatadi doktor deydi, "Mana burnimda jittamente pachaqlik bor ekan, sal ozgina qiyshiqlik bor ekan" deydi. Shuni to'g'rilashning iloji bormi deydi. Biz unga tushuntiramiz, imkon qadar qo'ldan kelgancha harakat qilib. Siz burningiz bu darajada emas, mumkin emas, qilish keragi yo'q, ortiqcha nima bo'ladi, xarajat bo'ladi, ortiqcha bo'ladi. Keyin operatsiyadan keyingi holati ham o'shanaqa asoratli bo'lib qolishi mumkin, o'sha xohlagan daraja chiqmasligi mumkin-da. U xohlagan darajada qilib bera olmasligimiz mumkin. U natijaga erishmagandan keyin yana boshqa doktorga borishi mumkin, buzilishi mumkin-da. Necha yosh? Bemor 25-30 yosh orasida bemor. Taxminan. Asosan o'zi 30 yoshgacha kelsa kerak, shunaqalar. Shunaqa, endi yosh ham emas, juda katta ham emas yoshi. 25-30 yosh orasida. Estetik operatsiyalar kelgan shunaqa yoshlar. Endi masalan nuqsonli bo'lishi mumkin, aql jarohat olishi mumkin, avariyadan keyin kelishi mumkin. Mana rinoplastika biz Bekman akam bilan birga ko'p qilamiz. Shunaqa nuqsonli nimalarni bajaramiz ko'proq. Yiqilib tushib travma bo'lib qoladi. Ikkilamchi rinoplastika bo'ladi, misol operatsiyadan keyingi holatlarda burunni cho'kishi bo'ladi-da. Burun pachoq bo'ladi. Noto'g'ri qilingan. Jamiyatda o'zini yaxshi his qilmay yuradi. Birinchidan nafas olishida muammo bo'ladi, ikkinchidan defekt bo'ladi. Bir qaysidir tashkilotga kirib, yaxshi joylarda ishlashiga bu to'sqinlik bo'ladi. O'zini erkin his qila olmaydi. Doim bir chekkada jamiyatdan o'zini olib qochib yashaydi. Uni oilasini nimasiga ham, iqtisodiga ham ta'siri bo'ladi. Shuni to'g'irlashi, bu defektni bartaraf qilish kerak. Masalan, turmushga chiqadigan qizlar, turmushga chiqishiga qarshilik qilishi mumkin. Uylanadigan yigitlar qanaqadir o'sha nuqsonni hisobiga, o'sha qanaqadir hayot davomida orttirilgan nuqsonni hisobiga shunaqa aytganlarda chetda qolishi mumkin. Shuni to'g'rilab berish misol bajarsa bo'lib. O operatsiyadan keyin deysiz, ana chig'anoqda operatsiyasidan keyin bo'lib qoladimi shunaqa? Yo'q, u chig'anoqniki sizga aytganim haligi boshqa tema. Yo'q, ana operatsiyadan keyingi noto'g'ri holatda bo'lib qoladi deysiz.
Shu burunni qiyshayshi. Oldingi burunni operatsiyadan keyingi qiyshayishi bu oldingi eski texnika, taktikalar bilan ishlagan shifokorlarda ko'proq bo'ladi ishidan keyin. Burunni to'sig'ini qiyshayib qoladi. Travmadan keyin qiyshiq to'sig'ni olib tashlagandan keyin burunni o'rta to'sig'i tekislanadi. To'siq qiyshiq to'siqni olib tashlagandan keyin nafas olish tiklanadi. Buni orqasidan to'siq o'zi strapila, burunni uchini o'rta qismini ko'tarib turadigan soha hisoblanadi bu perigorodka. Perigorodkani olib tashlagandan keyin vaqtlar o'tib, yillar o'tib burun cho'kishni boshlaydi. Chunki ko'tarib turadigan stoykasi yo'q bo'ladi. Cho'kishni boshlagandan keyin o'sha burun qiyshiq holatga keladi, xunuk holatga. Endi uni qayta tiklash kerak bo'ladi. O'sha uni qayta tiklash uchun ko'riladi, ichkaridan, o'rtadan shu strabilani qolgan qismlari bo'lsa qayta tiklab o'shandan burunni ko'tarib chiqish mumkin bo'ladi. Agar u yo'q bo'lsa, qovurg'ani tog'aydi. Bu yangi zamonaviy usul qanaqa? Yangi zamonaviy usul Shuda. qovurg'adan tog'ay olib tiklanadi. Birlamchi kelganda to'sig'ini olib tashlamasdan turib, to'sig'ini olib, tekislab, yana qaytarib joyiga qo'yib, o'sha fizika, geometriya deydi. Hamma soha bu tibbiyotda ishlaydi-da. Burunni o'sha cho'kishini oldini oluvchi texnikalari bor. Tog'aylarini kuchaytirib, baquvvat qilib, o'sha birinchi operatsiyadan qilib chiqsa bo'ladi. Bu endi mahorat kerak. gilamchi operatsiyada ko'proqmiz rinoplastikada. O'sha gilamchi qilishdan maqsad asosan baribir bemorni nafas olishini tiklashda. Birlamchi operatsiyani o'tkazgan, oddiy septoplastik operatsiyasini o'tkazgan. Endi qandaydir operatsiyada texnik xatolik bo'lishi mumkin, noto'g'ri bo'lishi mumkin. Vrachning qandaydir xatoligini hisobiga yo tajribasi yetishmagan bo'lsa, o'sha noto'g'rini qilganini hisobiga o'sha men aytgandek burunni cho'kishi bo'ladi. Burun cho'kkandan keyin nafas olishi qiynaladi bemor. Yaxshi nafas olmaydi-da, keyin sizga murojaat qilishga majbur, yana ikkinchi operatsiya qilishga majbur bo'lib qoladi-da o'zi bemor. O chiroy uchun emas masalan bu holatda ham. O'sha bir asosiy maqsad baribir burunni nafasini tiklash. Burunni ko'tarib, o'sha burun teshiklarini ochib, nafasni tiklab berish bo'ladi asosiy maqsad. Ya'ni qaysi a'zolarda shunaqa bo'ladi? O'sha eskicha usul bilan operatsiya qilish orqali qiyshayib qolish. Biz sohada endi o'sha burunni ichidagi haligi chig'anoqlarni eskicha usullarda. Misol, haligacha bo'lishi mumkin. Chig'anoq deganda shu burunni go'shi. Burun go'shi xalq tilida burun go'shi deyiladi. Ilgarigi o'sha holatlarda olingan to'liq. Kesib olib tashlanganda, chig'anoq to'liq olib tashlangan. Hozir oldirib keldim deydi-yu. Hozir qanaqa qilinyapti o'shani tushuntirib o'tsangiz. Hozirgi tibbiyotda bizni iqlimimizda quruq iqlim issiq bo'lganligi uchun chig'anoqlar olinmaydi. Chig'anoqning o'ziga yarasha vazifalari bor. Shu burunni go'shti deymiz xalq tilida, hammada bo'ladi bu go'sht. Shuni biz kichraytiramiz. Demak, ponni olib tashlash usuli bor kichraytirishda. Chig'anoqlar plastikasi bor, turbina plastikasi bor, konxoplastika degan operatsiyalarimiz bor. Ularda o'sha chig'anoqni butunligini saqlangan holatda kichraytiriladi xolos. To'liq olinsa, u hozirgi kunda bu bizdan nimaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni to'liq olish mumkin emas. Bu chiqarib yuborilgan o'zi bu usul. Keyingi asoratlar kelib chiqadi bizning iqlimimizda. Burun qurishi, nafas ola olmaslik, burundagi o'sha yot nimalarning hissi paydo bo'ladi va burunda nafasga to'ymaslik holati paydo bo'ladi. Sababi o'sha chig'anoq himoya vazifasini bajaradi, havo namlaydi, o'zida o'sha har xil nimalarni ushlab qoladi. Burunda o'ziga o'sha funksiyalarni bajaradi-da. Uni olgandan keyin o'sha funksiyalar buziladi. Epiteliylar bor yerda, pulpillovchi. O'sha epiteliylar yo'qoladi. Uni hisobiga keyin burunda quruqshlash, shunga o'xshash kabi. Burun ochiq, lekin nafasga to'ymaydi-da. Kirgan havo namlanmaydi. Quruq havo kiradi, burunda quruqshlash, qalorat to'planadi. Bir-biriga asorat berib boraveradi. O'sha taktugi bilan burunni chig'anoqni, shu burunni go'shini kesib tashlaydigan doktorlar qanaqadir ma'noda chala doktorlarmi endi? Yo'q. Chala deyish qo'pol so'z hisoblanadi. Yetarli tajribaga ega bo'lmagan, o'z ustida ko'proq ishlamagan doktorlar desak ham bo'ladi. Vrachlar siz to'g'ri bo'ladi. Endi chunki hozirgi zamonda shu misol yangicha nima kiritilyaptimi? O'sha bilan tenma-ten yurish kerak-da endi.
demak man doktorga borsam o'sha burnimni go'shi bilan muammosi bilan olib tashlayman kesib tashlayman desa demak u doktorga bormasligim kerak. Endi go'shtlar ham har xil bo'lishi mumkin. Uni aniq bilish kerak. O'sha burunda tabiiy o'zini chiqanoqlar bo'lsa, uni olib tashlab bo'lmaydi. O'sib chiqqan, ortiqcha har xil o'smalar bo'lishi mumkin, poliplar bo'lishi mumkin. Ularni tushuntiriladi bemorga. Hozirgi kunda bemorlar ham juda misol nimasi ancha nimada rivojlangan hozirgi kunda. Misol tushuntirsangiz tushunadi-da. Tibbiy tilda tushuntirsangiz mana o'zini chiqanog'i normal turishi kerak bu. Anginaga o'xshagan gapda. Anginani ham misol o'ziga yarasha funksiyalari bor. Ilgari olingan bo'lsa, hozirgi kunda olinmaydi, tekshiruvdan o'tkaziladi. Zararga ishlab turgan bo'lsa, keyin olinadi. Burunda ham xuddi shunaqa holat. Tekshiriladi, ko'riladi, bemorga tushuntirish kerak-da. Sizda bu tabiiy, kerakli a'zo, bunaqa bo'lmaydi. Hozir tibbiyotda, zamonaviy jahon tibbiyotida bitta poslovica bor, so'zda preservation surgery. Shu narsa bor. Misol chetga borib o'qisak, o'sha olayotib turgan bilimimiz qaysidir a'zoni, qaysidir to'qimani maksimal darajada saqlab qolishga qaratilgan. Bilim. Maksimal organni olib tashlash bilan tugamaydi. Maksimal darajada organni qaysidir qismini olib tashlash, qolgan qismini saqlab qolish ketyapti. U o'z vazifasini bajarish. Hattoki mana taloqni olib tashlashga to'g'ri kelsa, olib tashlansa, sog'lom qismini olib qayergadir terin-tagiga ekib qo'yish kerak, boshqa shunga o'xshagan narsalar. Hamma jarrohlik yo'nalishida, hamma yo'nalishida shu organ saqlanishi, xirurgiya hozir saqlanishi meditsina ketyapti-da endi. Shunaqa. Yana shunga qarab ketyapti. Hozirgi kunda xuddi shu narsa kamroq jarohat yetkazdirish, kamroq travma berish, kamroq kesish, kamroq shuni imkon qadar o'sha saqlab qolish organizmda o'sha o'zini a'zolarini ortiqcha nima qilmasdan saqlab qolish meditsinasi davom etyapti, hozir ketyapti. Yana shunga o'xshash noto'g'ri tashxislar bilan, noto'g'ri davo usullari bilan yurgan doktorlar deymizmi? Burunni chig'anog'ini misol keltirdinglar. Yana boshqa a'zolar bilan misol keltira olasizlarmi? Hamma a'zoda shu. Hamma a'zoda bor. Bu bitta nimada? Endi buni shu kamroq jarohat yetkazdirish, aniqroq tashxis qo'yish uchun yetukroq shifoxonaga, klinikaga borilsa, bu maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Tajribasi bor doktorlarga va yetukroq, texnika jihatidan arsenali ko'p bo'lgan klinikalarga murojaat qilib borilsa, shu to'g'riroq bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, burunni chig'anog'ini, shu go'shini har doim olib tashlash to'g'ri emas ekan. Yana shunga o'xshash noto'g'ri tashxis, noto'g'ri davo qilib yurgan doktorlar, ya'ni boshqa a'zolar misolida bormi? Aynan burundan tashqari. Ko'p misol mana ko'zni olsangiz, ko'zni onkologiyasi opxil. Ko'z sohasini orqasida o'sma hosil bo'ladi. Hozir ko'p uchrayapti. Ekologiyaga bog'liq tomoni bor buni. Misol ko'zni orqasida onkologiya bo'lsa, buni chet davlatga chiqib ko'rmasdan, o'rganmagan jarrohga borsa, ko'z bilan qo'shib olib tashlaydi. Bu noto'g'ri. Chetga chiqib borib o'z ustida o'rgangan preservation surgery'ni mukammal o'rgangan jarrohga borsa, ko'zni ko'rish qobiliyatini ham, ko'zni o'zini ham saqlagan holatda shu o'smani olish imkoniyatlari bor. O'sha o'smani katta kichikligiga, boshqasiga qarab turib. Shunaqa. Hattoki kesmasdan olish imkoniyatlari bor. Endi bu haqida biz qilamiz shu operatsiyalarni. Endi ko'p misollar ko'pda. Hamma sohada borda, hamma o'zini sohasida bu narsa bor. Ichki a'zolar deysizmi, tashqi a'zolar deysizmi? Keyin endi sizlar sohalarga oid emas-ku. Stomatologlar eng orqada chiqadigan tishni olib tashlaydi. Bu ham shunga misol bo'ladimi yoki bu o'zi to'g'rimi? Endi sizlar sohalarga oid emas, prosta kelib qoldi hozir xayolimga. Endi misol vrach bo'lganimizdan keyin deyarli hamma yo'nalishda ozmoz tushunchaga ega bo'lamiz. O'zimiz fikrimizni aytamiz. Bu orqada tishni aqlli stomatolog bo'lsa, ko'rsatma bo'lsa olishga olib tashlash kerak. Qarshi ko'rsatma bo'lsa yoki ko'rsatma bo'lmasa olmaslik kerak. Davolash kerak.
U Allohni o'zi bekorga yaratmaganda endi. Hamma organda o'zini vazifasi bor. Hattoki mana kiprikni ham o'zini vazifasi bor. Kiprikda, soqolda, qoshda o'zini vazifasi bor. Ma'lum bir darajada changlarni ushlab qoladi. Burunni ichida tukkacha o'zini vazifasi bor. Barmoqlarda tirnoqqacha o'zini vazifasi bor. Shuning uchun hamma joyda o'zini saqlab qolgan yaxshiroq. Tishda ham, orqadagi aql tishda ham o'zini vazifasi bor. Agar ko'rsatma bo'lsa, yiringlab ketgan bo'lsa, u yiring boshqa yondosh bo'shliqlarga tarqab ketish ehtimoli, yanada ko'proq asorat keltirib chiqarish ehtimoli bo'lsa, olish bu to'g'ri. Stomatologda ismini boshqasini aytmayman, lekin manikini olib tashlashga qiyshayib ketadi deyishgan. Sog'lom bo'lgan, hali to'liq chiqib bo'lmagan, yarimgacha chiqqan. Endi og'rib chiqqanda, og'rib chiqadimi bilmayman. Qiyshayib ketadi. Keyin baribir bu kerak emas deb shunda olib tashlashgan. Men ham tushunmaganman, keyin bildim bu narsani. Endi o'sha paytda biz bo'lmaganmiz, siz ham bilmaysizda, uni ringingizda nima chiqqan. Yo'q, yiring yo'q edi haqiqatdan. Bekorga bormaysiz, murojaat qilish shifokorga. Og'rigandan, bir muammo borligidan borgansiz. Haqiqatda suyakni qiyshaytirib, buklanib, egilib, ichkariga qarab ketib qolishi ham mumkin. Buni bilan bor, bekordan bekorga olmaydi. Endi mana zamonlar o'tib, hali protezlar qo'yilyapti tishda. Nima? Briket. O'sha briketlar yo'q payt bo'lishi mumkin yoki shu briketlarni ishlamagan vrachga borgandirsiz. Agar muammo aynan qiyshiqligida bo'lsa, shu briketlar bilan hozir to'g'rilashyapti. Rentgen qilmay olib tashlaganda qizi. Shunaqa. Masalan, hamma tomonidan qarash kerak. Hech kim hali mukammal bo'lmaydi-ku. Asosiysi inson bo'lish kerak, vijdon bilan yondashish kerak. Balki o'sha haligi shifokorlar malakasiz doktorga to'g'ri kelib qolgandirsiz. Yo, bo'lmasam doktor o'ta tajribali bo'lishi mumkin. Keyingi holatingizni o'ylab turib sizni bu kelajakda asorat berishi mumkin, yo bir qiyshayib ketishi mumkin, boshqa tishlarga zarar berishi mumkin, yiringlar boshqa bo'lib ketishi mumkin degan holda olishi ham mumkin. Bu tomoni ham bor, bu tomoni ham bilmaymiz-da endi sizda qanaqa holatda uchragansiz. O'shaning stomatologlardan negativ kelmasligi uchun yaxshilikka bo'lgan bo'lishi mumkin bu narsa. Xolis to'g'ri fikr. To'g'risi shuda, to'g'ri shunaqa. Tushundim. O'ta tajribali bo'lsa, masalan, oldindan ko'rib bilishi mumkin. Masalan, o'sha tishingiz chiqyapti, zarar, o'zi og'rib chiqyapti deyapsiz, mana. Qandaydir sizga ziyon berishi mumkin. Milkingiz yiringlab ketishi mumkin, og'riq berib chiqib turgan bo'lsa, boshqa. Endi biz stomatolog emasmiz u. Masalan, bog'liq tomonimiz bor stomatologga. Masalan, bizda imенно bizning sohada bo'shlig'imiz bor, o'sha tish bilan bog'liq. O'sha jog' tishlarining yuqori qismidagi tishlar bizni bo'shliqqa kirgan bo'lishi mumkin. O'sha jarayonda gaymarit chiqarishi mumkin, rivojlanishi mumkin, yuqori jog' bo'shlig'ida yiringli jarayonlar bo'lishi mumkin. Suyaklarda o'zgarish bo'lishi mumkin. Mana demoqchi bo'lganim gaymaritda gapir. O'sha demoqchimi, sizda ham shunaqa qandaydir asoratni ko'ra bilgan bo'lsa, bo'lib turgan bo'lmoqchi bo'lsa, oldini olish maqsadida olib tashlagan bo'lishi mumkin. Gaymaritda gapirdingiz-ku. Tepada burunni go'shini gaplashdik. Hozir o'sha oxirdagi nima deydi, aql tishda gaplashdik. Gaymaritda ham shunaqa tushuncha bor. Sirazi yuvib tashlaydigan doktorlar bor-da. Uni yuvish kerak emasdir balki. O'shani ham tushuntirib o'tsak zo'r bo'lardi. Men ham o'zim tushunmayman, menga ham tushuncha to'g'ri, bitta mavzuni ko'tardingiz. U ham bitta alohida mavzu desak bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha yuvish usullari har xil usul bor-da, yuvishda ham. Juda ko'p usullar bor. Bemor kelgandan keyin, bemorning holatidan kelib chiqadi. Unga aniq diagnoz qo'yilgandan keyin, o'sha tomografiyalar qilingandan keyin, analizlar qilingandan keyin unga qarab belgilanadi qanaqa usulda yuvish. Lekin ko'p xalq tilida bor, hali teshib yuvdirdim, yana teshib yuvdirsam yana qaytarilar ekan degan tushuncha bor. Haqiqatda bor. O'zimizga ham ko'p kelib aytishadi, doktor teshib yuvasizmi, yo oddiy yuvasizmi, yo yuvmaysizmi, yuvmay davolasizmi deb ham kelishadi. O'zi sirazi yuvish qanchalik to'g'ri? Yo, endi o'sha aytayapman, bemorda oldin holatdan kelib chiqadi. Qilinadi, lekin gaymaritlarni yuvib tozalash bu bor-da bu. Bor narsa, faqat usuli har xil bo'lishi mumkin. Endi mana ko'proq xalq ichida yurgan usul teshib yuvish deydi. Bolg'a bilan urib teshdi, suyagimni teshib g'irch etib kirdi deydi, o'sha yiringni yuvdi deydi. Bu usul hozirgi kunda bizni meditsina mashg'ulot sohasida bu eski usul bo'lib qoldi. Chunki undan zamonaviy usullar kelib chiqdi-da. Maniki ushlab yurishgan. Zamonaviy usul shundan iboratki,
o'sha o'zini tabiiy teshigidan kirib turib, shu tabiiy teshigini kengaytiriladigan kateterlar chiqqan hozir. Boshqacha o'shanaqa usulda kirib, o'sha zarar yetkazmasdan, o'sha boshqacha usulda teshibdan kirmasdan, o'sha endi albatta ko'rsatmasiga qarab buni ham kirgandan keyin o'sha kengaytirib, teshikda kirib yuviladi. Nisbatan og'riqsiz bo'lsa kerak baribir. Bolg'adan ko'ra. Endi baribir og'riqsizlantirish usuli, dori sepib og'riqsizlantirish usulida kirib boriladi, mahalliy og'riqsizlantirish usulida kiriladi. Endi u kasallikni jarayoniga borib, o'tkir holatda kelishi mumkin bemor sizga, surunkali holatda kelishi mumkin. Gaymaritlar gapirgan bo'lsa endi. O'tkir holatlarda baribir davolanadi. Bemorlarda o'zini yuvish taklif qilinadi usullari. Lekin o'sha teshib yuvishlar hozirgi kunda kam uchrayapti, deyarli qilinmayapti biz sohada. Ko'kushka usuli bor, masalan, yuvish usuli. Ko'proq bolachalar yuviladi, bunaqa usulda kattalardan yuviladi. Uni ham samaradorligi misol ma'lum bir darajada bo'lishi mumkin va qo'shimcha dorilar buyuriladi. O'tkir holatdan chiqib ketgandan keyin bemor sog'ayib ketadi. Endi surunkali holatda aytishimiz mumkin. Surunkali holatda bu bemor har 6 oyda davolanishi mumkin yoki qanaqadir asorat bersa, uni operativ usulda davolashimiz mumkin. Bunda ham o'sha halingda aytganimizdek, a'zolarni saqlagan holatda o'zini tabiiy teshigini kengaytirib qo'yiladi xolos. Ortiqcha ish qilinmaydi. Ilgarigi usulda mana uni ham aytib o'taman. Shu suyakni kirib, teshib, qirib, olib, tozalab, shildiq qavatlangacha olib tashlangan. Oldingi meditsinada shunaqa qilingan. Hozirgi kunda hech qanaqa shildiq qavatga zarar yetkazmasdan tabiiy teshigini atrofini kengaytirib, drenaj qilib ochib qo'yiladi xolos. Endi bu ko'proq meditsina sohasidagilar tushunadi bu nimani. Endi xalq tushunmasligi mumkin buni. Shunaqa usullarda qilinadi va kasallikni kelib chiqish nimasidan bog'lanadi? Bosqichiga bog'liq-da u. O'tkirmi, surunkali,mi, nechinchi bosqichda ketgan, qanaqa jarayon, shunga qarab belgilanadi. Demak, bolg'a bilan teshib yuborman degan doktorga bormas kerak. Shunaqami? Yo'q, bu usul bor. Eski oldingi usul hisoblanadi endi. Endi hozir zamonaviy usulda deyarli qilinmayapti bu usul. Deyarli yo'q. Qo'llab turgan balki doktorlar ham bordir. Lekin biz masalan, men o'zimdan kelib chiqib aytaman, bizga kelgan bemorlarni biz teshib yuvish usulida davolamaymiz. Bizda o'sha ilgarigi o'sha iynalari bor, saqlab turibdi hozirgacha teshib yuvishimiz mumkin. Lekin kelgan bemorlar mana siz aytyapsiz-ku, xolamaydi deyapsiz ko'pchilik. Xuddi o'sha sizga o'xshab 90% bemor yudirmaslik tarafdori bo'lyapti. Hozirgi kunda o'sha teshib yuvasizmi doktor deydi. Qarshi borlar o'zi ham tushunib qolganda. Shuni hisobiga u usul, demak, u usulda qanaqadir kamchiligi bor, og'riqli, bemorga noqulaylik tug'diradi va shuni bemor xolamayapti. O'sha usul chiqarib yuborilyapti shuni hisobiga. Demak, kamchiligi ko'pligini hisobiga bu usul meditsinadan sekin-sekin o'zi chiqib ketyapti-da, boshqa usullar kirib kelyapti. Operativ usul yo boshqa kateterizatsiya qilish usuli, shunaqa usullar bilan boshqacha yangicha usullar kirib kelyapti-da hozir. Bemorning holatidan kelib chiqib qilinadi baribir. Tobora komfortlashib borilyapti. Sharoit ham, hammasi. Tibbiy uskunalar ham tashxis qo'yish uchun, tashxisni to'g'ri qo'yib olgandan keyin davolash uchun tibbiy uskunalar ham tobora rivojlanib. Tibbiy uskuna ham o'sha rivojlanib boryapti mana. Bizni sohada ham masalan yana aytadigan bo'lsam, ilgari burunda ko'tarildi, ko'rmagan bo'lsa, hozirgi kunda o'sha endi mana burunda ichigacha oxirgi nuqtasigacha kirib borgan mana apparatlar ingichkalashib, og'riqsiz usulda kirib diagnoz qo'yib aniq tashxis qo'yish mumkin. Hamma sohada ham, mana plastika sohasida ham, operatsiyada masalan, endoskop orqali kirib borishlar bor, yuzda, to'g'rimi? Yuzda operatsiyalarda ko'rib turib, endoskop orqali ko'rib kamroq kesish shunaqa. O'sha apparaturaga ham bog'liqda baribir bemorni ertangi holati, operatsiyadan keyingi tiklanishi, qanaqa usulda operatsiya qilishiga ham bog'liqda. O'sha bunga endi texnikasi bo'lsa, keyin o'sha natijaga erishadi. Yanada hujayraviy darajadagi operatsiyalarni qilishlar. Mikroskoplar bor. To'g'ri. Pod mikroskop operatsiyalar qilinadi. Menimcha tugatsak bo'ladi. Bo'ladi. Akmal aka, Muzaffar aka, kelganingizga rahmat kattakon. Sizlarga Meni o'zimga ham ancha tushuncha bo'ldi. Ko'radigan odamga ham ancha-muncha ma'lumot, tushuncha bo'ldi. Rahmat, sog' bo'linglar.
Sizlarga ham katta rahmat. Shu mavzularni o'rtaga tashlab olib chiqqanlaring uchun. Agar bizni fikrlarimiz, bizni suhbatlarimizdan kimdir ijobiy narsa olib, o'ziga foyda olib, shu fikrlardan foydalansa, biz juda ham xursand bo'lamiz. Qanaqa yana boshqa fikrlar, savollar bo'lsa, bizga murojaat qilishlari mumkin. Qachon bo'lsa ham savollarga javob berishga biz tayyormiz. Maksimal darajada to'g'ri, Rahmat. vijdon bilan javob berishga. Sog' bo'linglar. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyalarda qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Keyingi podkastlarimizda muhokama qilamiz. Video agar foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga, tanishlaringizga ulashib qo'ying. Albatta like bosishni va obuna bo'lishni ham unutmang. Hammaga rahmat. Rahmat.